Kızı Adanay. Please welcome contestant number 258. This is Erden. 2024 yıllık Amerika xon qizi tacirlarini tanlash musobaqalari o'xshamagan shtatlarda jiddiy davom qilmoqda. Amerikaning Virginia shtatida tug'ilgan 6 yoshlik Erdanay Uyg'ur Amerikadagi Uyg'urlar uchun aytganda bu turdagi musobaqaga qatnashgan va natija qozongan tunji Uyg'ur qizi bo'lib qolgan edi. İlgirki musobaqalarda Erdanay o'zining yeshidan halqagan temkinligi, jasoratligi bilan o'nlagan musobaqa bosqichlarida yuzlagan raqobatchilarga jang e'lon qilib, hal qilg'uch musobaqasiga qatnashgan va talant turida chimendoppa degan Uyg'ur usulini o'rindab, 3-chilikni qo'lga keltirgan edi. Umaq Uyg'ur qizi Erdanay har qitim Uyg'ur maliki degan lentini esib sahnaga chiqqanida Uyg'ur kimligi namoyon bo'lish bilan birga dadilligi va talanti alayda ko'zga ko'rinib keldi va ismi jismiga loyiq Uyg'ur maliki bo'lib qoldi. Amerika davlat xon qizi va xalqaro xon qizi tajisini kiyish irodasidan yonmagan Erdanay opisining har tarafdan chiniqtirishi va yetaklishi natijasida bu yil texmi jasur ruh, yaxshi tayyorlik, yangicha qiyofat bilan raqobatchilarga davomli jang e'lon qilmoqda ekan. Elida Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosati boshlangan bir vaqtda Amerikaning Virginia shtatida tug'ilgan Erdanay hozirga qadar dadisi bilan ko'rishib boqmagan. Chunki Xitoy uning dadisiga pasport bermagan. Adolat xonim yolg'iz ona bo'lishiga qaramay, qaysarlik bilan 6 yoshlik Erdanayni atrofli tarbiyalab kelmoqda. Erdanay sahnalardagi o'zini tonishtirish fursatlarida o'zining eng cho'ng g'oyasining dadisini Amerikaga elib kelib, oilasini jam qilish ekanligini ta'sirli bayon qilib, yeshidan halqagan qaysarligini namoyon qilib kelmoqda. Musobaqalarga to'liq ishonch bilan qatnashib, butun Uyg'urlarning ovozi va ularning hurlik orzularini namoyon qilayotgan Erdanayning 4-avgust New Jersey shtatida o'tkazilgan Amerika davlatlik Sharqiy qirg'oq xon qizlari musobaqasining 2024-yillik kelgusidagi cho'lpon mukofotiga erishganligi Uyg'urlarni suyundirmoqda. Bu navbat u ayoltuzluq ko'k bayroqda loyihalangan libosi bilan sahnaga chiqib, butun Uyg'urlarning ovozi bo'layotganligini yana bir qitim namoyon qildi. Naq maydon videolari ijtimoiy taratqularda tarqalgandan keyin muajiratdagi Uyg'urlar o'zlarining xushallig'i, go'zal tabriklari va tilaklarini bildirishmoqda. Biz Erdanayning yaqinqi musobaqa natijalari, oldimizdagi musobaqa tayyorliklari shundaqla kelgusidagi cho'ng musobaqalarga tayyorlik qilish ahvoli haqida ahvol egallash uchun bu kichik cho'lponning yetakchisi va onasi Adolat Sobit xonim bilan tafsiliy suhbatda bo'ldik. Hurmatli Adolat xonim, ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Bu navbat Umaq Erdanayning qatnashgan musobaqa turi va uningda qo'lga keltirgan natijalari haqida qisqacha ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bu yil 19 mayda men Erdanayni Amerika Sharqiy qirg'iqi malikalarni tanlash musobaqasiniki Virginia shtatlik rayon musobaqasiga qatnashtirdim. Bu qitimqi Virginia shtatlik musobaqada Erdanay 1-darajalik go'zal malika, eng suyumli kulimsirash va eng munavvar xarakteri turlarida mukofotga erishib, davlatlik musobaqa qatnashish salohiyatiga erishdi. Bütün tayyorliklarni bitirib, shuni 31-iyul kuni biz shu Virginia shtatidan New Jersey shtatiningki Brunswick shahriga qarab yo'lga oldik. Her tür musobaqalari 2 kun jarayonida her yosh gruppasi bo'yicha shunchalik keskin elib berildi. Bütün shtatdan kelgan mayyorlar bir-biridan kuchli ekan. Musobaqa tugagandan keyin 4-avgust mukofotlash murosimi elib berildi. 258 nomerlik Mahir Erdan Uyg'ur kelgusi cho'lpon mukofotiga erishdi deganni men angladim. Xush bo'lib sakrab ketdim. Erdanaydan so'rdi. Qalbingdagi opangni tasvirlab bergin deganda 6 yoshga kirgan qizim bir eg'iz javob bilan naq maydondagilarni hamda shunchalik shovqinga soldiribdi. Bu bir eg'iz javobi
muhabbat deb javob berdi. Buning tagida Erdanayninki hamda shunchalik nurg'unlagan o'zining onasiga bo'lgan muhabbatini tasvirlab bo'lolmaydiganligi uchun faqat muhabbat bilan deb javob berdi. O'zim ben xo'shib ketganda ko'zlarimdan yosh. Shunchalik hayajonlandim. Kechini kecha demay, kunduzini kunduz demay, o'zing o'ynayotgan vaqtlarini tashlab qo'yib mashq qilgani tushliq azroq bo'lsa-mu o'ziniki talantini namoyon qildi deb o'yladim va tang vaqtda shunchalik ko'nglim yerim bo'ldi. Qizim 6 yoshida xeli mukofotlarga erishganda asli dadisimi mening yonimda turib tang bizning xo'shalliqlarimizdan jur bo'lish kerak edi. Mushlarni anglashi, ko'rishi, qizining sanda qanchalik jazbidor holda turganlarini hammasini ko'rishi kerak edi. Dadisi bilan tang momo bo'g'illarimi tug'ilib ko'rib baxmagan navrsiniki mushunchalik o'ziniki talantini namoyon qilib qilganiga shularni ko'rolmaganiga shunchalik o'kindim. Ko'nglim yerim bo'ldi, yig'ladim. Ammo yana bu qayg'ularning ichida qizimning olgan natijasida amna meni shunchalik faxrlantirdi. Hammamizga ma'lum Erdanay nayta aqlliq, bakmi jasoratlik bir qiz bo'lib yetishyapti. Buning sizning ajringiz bakmi zo'r. Meningcha bu qitim sahnaga kiyib chiqqan shu oyultuzlik ko'k bayroqmi sizning loyingizga deyman. Sharqi dengiz qirg'iqiy malikalarni tanlash musobaqasiniki bosh nishoni vatanparvarlik bo'lganlik uchun men vatanim Sharqi Turkistonning oyultuzlik ko'k bayrog'i tushirilgan kiyimni loyilab chiqdim va mening orzuyim bo'yicha Erdanay shu kiyimni kiyib sahnaga chiqdi. Shu orqali qizimga vatan sevgisini, vataniga bo'lgan, xalqiga bo'lgan bir kishilik to'hfa qo'shishning o'zining bosh tortqusiz majburiyati ekanligini, o'zimning o'gitishga tegishli nishonim ekanligini qizimga bildirmoqchi. Ilgirki musobaqalarga qaraganda Erdanayda qanday bir taraqqiyot, yuksalishlar bo'ldi? O'tgangi musobaqalardan tajriba to'plab, bu qitimqi davlatlik musobaqaga biz yana bir baldoq yuqori o'rlab keldim deb o'ylayman. Bo'libmi, mushu ishqay jarayonda Erdanaymi men bilan shunchalik moslashib, men o'rgatgan har bir narsalarni tanqil voyaga yetkazib qilib, Erdanay bu qitimliq musobaqaga bir qancha turni qo'shib qatnashdi. Bularning ichida murosim kiyimi modeli, nutq musobaqasi, vatanparvarlik modeli, sog'lomlik modeli va eng muhimi runway, ya'ni sahnada o'zining eng moda kiyimini o'zining jasorati orqali namoyon qilish turi bo'lib, shu bir qator turlarga qatnashdi. Safarga chiqishniga 2-3 kun oldida Erdanayga tuyuqsiz bir yo'tal paydo bo'lib qoldi. Yutilib ketsangiz hech qisi yo'q. Hammasi to'g'ri tushundi dedim, lekin sahnada shunchalik yaxshi ifodasini namoyon qilib tushgandan keyin "Opa, men yutalmadim, men faqat yutalmadim" deganda shunchalik yuragim og'rib ketdi. Mush qizim o'zining kichkina yoshida hamda o'ziniki alayligini namoyon qilish uchun shunchalik mijozning yo'qligidanmi hamda ashuni o'zini kontrol qila olganidan men shunchalik xush bo'ldim. Ona bo'lish sifatim bilan shunchalik ichim og'rib ketdi. Ko'p rahmat sizlarga. Erdanay qizim, adolat sizlarga texmi zo'r utuqlar yor bo'lsin deb tilaymiz. Bir qancha kunlik jiddiy musobaqalar jarayonida yerib ketganiga qaramay, o'ziga madad berib kelayotgan Uyg'urlarga radiomiz orqali bir eg'iz bo'lsa-mu qattiq salom berishni unutmagan Erdanay suhbatimiz oxirida o'zining irodasini mundaq ifoda qildi. Men Uyg'ur uchun kurash qilaman. Kelgusining cho'lpini bo'lgan Erdanay Uyg'ur dunyo xonqizi tojisini talish uchun davomli tirishmoqda. Gulchehra tayyorladi.